Ona, siz mening qahramonimsiz. Maktabda o'qidim. Undan keyin iqtidorli bolalar maktab-internatida o'qidim. Bitirib, jurnalistika litseyida o'qidim. Institutda, universitetda, keyin boshqa va boshqa joylarda o'qiganman. Onam rahmatli o'qishim uchun barcha sharoitlarni qilib bergan. Yuragimning tub-tubida saqlagan sirimni sizga aytmoqchiman. Bu voqea orqali dunyodagi barcha mehribon onalar qanchalik qahramonligini ko'rsatgim keladi. Men juda ko'p ta'lim dargohlarida o'qidim, izlandim. Ta'lim olishim jarayonida talabalik yillarim ko'p pul ishlatardim. Behuda narsaga pul sarflamasdim. Baribir pul ko'p sarf bo'lardi. Yangi kiyim olishlarga yo telefon, maishiy buyumlarga mahliyo bo'lmaganman. Yaxshi va yangi kitoblarni ko'p xarid qilardim. Til kurslariga, qo'shimcha mashg'ulotlarga borardim va yana aytsammi, aytmasammi? Aytsam, kulgilar ostida qolmasmikanman? Aytaman. O'ylanib aytolmayotganim shuki, men shirin va mazali taomlarsiz bir kun ham tura olmasdim. Pullarimning katta qismi deyarli ovqatlanishimga ketardi. Tongga qadar dars qilardim. Har kuni 6 ta, 8 ta shashlikni ko'rdim demasdim. Shirinlik va ichimliklar dars stolim ustida doim turishi kerak edi. Tongga qadar qo'lim va og'zim tinmasdi. Qo'lim bilan yozar edim, og'zim bilan chaynalardim. Ko'p pul ishlatardim. Onamning hayotlik davrlarida uchiga chiqqan erkatoy edim. Hisob-kitob qilmay pul ishlatar edim. Pulim tugasa rahmatli onamga telefon qilib, pulim tugadi, jo'natvoring derdim. Ertasiga qishlog'imizdan Toshkentga keladigan Vahobjon amaki non va kartoshka, piyoz, yong'oq bilan to'lgan katta sumka tutqazardi. Undan so'ng esa pulni berardi. Ana shunaqa edi. Pulim tugashi bilan onam yodimga tushardi. O'ylasam, tun yarmida uyqum qochadi. Ko'zlarimga yoshlar to'lib qoladi. O'qishdan boshqasini hayolimga ham keltirmagan ekanman. Men nodon, men kaltafahm, onam bu pullarni qayerdan topyapti ekan deb o'ylamabman ham. Shaharda, litseyda o'qigan yillarim edi. Tayyorlov kurslariga qatnardim. 3 ta fan. Oyiga 3 ta ustozga pul to'lashim kerak. Onamdan so'raganimda biror marta keyinroq demaganlar. Pulsiz qoldirmaganlar. Lekin kap-katta yigit onamning shuncha pulini qayerdan yetkazayotganini hatto chamalab ham ko'rmaganman. Talabalik yillarim onam bilan suhbatimning asosiy mazmuni mening qiynalayotganim, pul kerakligi bo'libdi. Ona, pulim tugadi deyish bo'libdi. Qo'ng'iroqlarimning asosiy sababchisi. Onajon, ahvolingiz yaxshimi? Menga pul jo'natyapsiz. Tirikchilik nima bo'lyapti? Qanday qilib topdingiz bularni? Sizga maosh kelmaydi-ku deb hech so'ramabman. Nodon va notavon bo'lgan yillarim, bebosh va aqlsiz davrlarim. Ona, meni kechiring. Vijdonim oldida o'zim bilan hisoblashib qolsam, pul tugadi, aya, pul kerak deganlarim qulog'im oldida jaranglay boshlaydi va o'zimni juda ham yomon ko'rib ketaman. Ona, xatolarimni kech bo'lsa-da his qildim. Xorazmda xizmat safarida edim. Mahallamizda bolalikdan bir ariqdan suv ichib ulg'aygan tengqurlarimdan biri telefon qildi. To'y bo'layotganligini aytdi. Kelishimni, kuyov jo'ra bo'lishimni so'radi. Bora olmasligimni va uzrimni aytdim. U bola uylandi, to'y bo'ldi. Oradan vaqt o'tdi. Tun yarmida telefonim jiringladi. Uxlamagan edim. Odatda bunaqa paytda birgina Bektosh aka telefon qilardi. Bektosh aka Yoshlar telekanali Davr informatsion dasturi mas'ul kotibi bo'lib ishlardi. Telefonimga qaradim. Ammam, Sojida ammam. Olaman degunimcha o'chib qoldi.
Qayta qilmasimdan telefon yana jiringladi. Oldim. Onam ahvoli og'irlashganini, qishloqqa yetib kelishimni aytdi. Ko'zlarim ola-kula bo'lib qishloqqa keldim. Onam o'ldi. Ishona olmayman. Tushga o'xshaydi. U rostdan bizni tashlab ketdi. Qabrga qo'ydik. Uyimizda boshidan odam ko'p bo'ldi. Dardimizni yengillatishga ekanda, taqdirga tan berishimiz uchun, dardimiz biroz eskirishi uchun ekanda. Avvallari nega o'lgan odamning uyiga odamlar to'planadi deb hayron bo'lar, hatto kulgim kelardi. Juda ham kerak ekan odamlar. Sekin-sekin dardimiz yengillaganiga yarasha odamlar kamaya boshladi. Onamsiz kunlarning o'zim bilan o'zim qolgan paytlari boshlandi. Ana shunda vaqt to'xtab qolganga o'xshadi. Nihoyat ho'l tanam yonmadi, ko'nikdim. Yillar o'tdi. Kunlardan bir kun mahalladagilar bilan yig'ilib, men to'yga kela olmagan, Xorazmda xizmat safarida yurganimda oila qurgan mahalladosh do'stimizning to'yi videosini tomosha qildik. To'yda hamma likir-likir, shikir-shikir qilib o'ynayapti. Hamma o'zi bilan o'zi ovora. Faqat bir ayol odamlar orasidan o'tib, idishlarni ko'tarib yuribdi. Dasturxondagi kosa piyolalarni yig'ishtirib, o'choqxona tarafda chekka joyda to'plab, to'g'rilarga suv olib yuvyapti. Qish, qahraton. Ko'rib turibman, qo'llari sovqatyapti. Video bir aylanganda hovuri bilan qo'llarini isitayotganini ko'rdim. Ro'molini yuziga yarim to'sgancha o'rab olgan. Ariqdan suv tashib idish yuvadigan to'g'riga qo'yyapti. Oyoqlariga ham qarab ulgurdim. Oyoqlarini sovqatayotgandan yerga tap-tap uryapti. Etagiga ko'zim tushib qoldi. Oyoq kiyimi teshilganmi? Latta paxtalar tuflidan chiqib turibdi. Hamma raqs tushyapti. Faqat chekkada bir inson idish-tovoq yuvyapti. Qish, qahraton, sovuq. Sovqatganidan qo'llarini ishqalayapti. Sovqatganidan qo'llarini tovus paltosi ichiga tiqib isityapti. Uning yagona issiq kiyimi shu. Uning to'yda yurishdan maqsadi ham bitta. Yaxshilab razm solib tanishga urinishimni keragi yo'q. O'sha idish-tovoq yuvayotgan ayol mening rahmatli onam. Do'stlarim raqs tushayotganlar ichidan bir-biriga ko'rsatib, "Ana opang, oyinglar-ku", dedilar. "Ana mening ayam chiqyaptilar", dedilar. Lekin hech kim idish yuvuvchi ayolni ilg'amaydi. Sohib "Ana onang" demaydi. Onajonim meni shuncha joylarda o'qitaman deb to'ylarda pulga idish-tovoq yuvgan ekan. Men bilmagandim, eshitmagandim, ko'rmagandim. Ana, o'zimni oqlasam mingta sabab. Ammo rost, onam o'lgandan keyin bildim, eshitdim. Onajon, meni o'qitaman deb hatto sovuqlarda ishlaganingizni qarang. O'ynab kulmagan onam. Onajon, o'zingiz eski etik mahsalarda yursangizda menga yangi tuflilar olib berganingizga rahmat. Onajon, esimda. Bolaligimizda bozorga borganimizda o'zingizga nimadir olaman deganingizda pul tugab qolardi. O'zingiz eskilarni kiysangiz ham men bilan ukamga yangilarni olib berganingizga rahmat. Onajon, shu bolam Toshkentda o'qiyapti, qiynalmasin deb sovuqlarda odamlarning gaplariga parvo qilmasdan to'ylarda idish-tovoq yuvib bo'lsa-da meni hech kimdan kam qilmaganingizga rahmat. Hammasi uchun sizga rahmat. Oson ekan-ku, mana rahmat deb oldim. Ko'zim yoshini-chi istamasam ham kelaveradi. Iqror bo'lolmayotgan hali qancha ayblarim bor ekan. Nima uchun siz bilan bularni gaplashyapman bilasizmi? Bilib olavering, boshqa gapira olmayman. Balki
Hozir ayni damda onangiz siz uchun o'zini fido qilayotgandir. O'lib borayotgandir. Tugayotgandir. Balki oxirgi kunini yashayotgandir. Sizga bildirmagan dardlari uni yeb tashlayotgandir. Bo'lishi mumkin-ku axir. Avgustdan avgustgacha. Hurmatli o'quvchi, kelajakda qaysi kasbni egallamoqchisiz? Men bo'lsa 6-sinfdan boshlab ushbu savolga jurnalist bo'lmoqchiman deb javob qaytarganman. 7-sinfligimda ilk she'rim nashrdan chiqqan. 8-sinfda o'qib yurganimda Toshkentga tong yulduzi, g'uncha, gulxanni izlab borganman. 9-sinfligimdan boshlab har oyda bir poytaxt tomon ijodiy ishlarimni olib boradigan bo'ldim. Telekanallar, radiolarda she'rlarim bilan efirga chiqa boshladim. Jurnalist bo'lish orzusi bilan izlandim. Intildim, ustozlar topdim. Ulardan o'rgandim, goh bildirib, goh bildirmay o'rganaverdim. 2011-yilda jurnalistika litseyiga o'qishga kirdim. Maqsadlarim uchun tunni tongga ulab kitob o'qidim, maqolalar yozdim. Hattoki muxbir bo'lib gazetada ishladim. Institutga kirish muddati ham yetib keldi. Kino, televideniya va radio san'ati fakultetini tanladim. Men uchun eng katta maqsad hujjat topshirdim. Ilk imtihonimga Qandixon xolam olib borgan. Xolam ko'nglim sezyapti, sen kirasan deb duo bilan imtihonga kuzatgan. Ko'ngli sezgan ekan. O'qishga kirdim, ammo shartnoma asosida. 10 ta talaba olinar ekan. 3 nafari davlat granti, 7 nafari shartnoma asosida. O'zimni kechira olmay yurdim. Shartnomada o'qish uchun sharoitimiz yaxshi emasligini bilardim, lekin onam o'qiyver degan. Onamni va dadamni qiynashni istamadim. Qaror qabul qilgandim. Qayta tayyorlanaman. Sentyabrning 2-kuni hammasi birdan bo'lgan. Ko'chaga chiqsam, o'quvchi talabalar o'qishga otlanishgan. Yig'lab yubordim. Oilaviy sharoit. Uyda hech kim yo'q. Ukam kollejga ketgan, onam dalada. Dadam qo'shni Rustam akalarnikida ishda edi. Kiyimlarimni yig'ishtirdim. Daftar kitobimni oldim. Saboxon ammamlarnikiga bordim. Qarzga deb pul oldim. Hech kimga indamay, alamlar va hayajonlar bilan Toshkentga ketdim. Boshpanasizlik va pulsizlik muammosi bilan bosh ko'tardim. Birinchi kecha o'qishga topshirgan institutim yonida ko'p qavatli uylarning bolalari o'yingohida uxlab tongni kutdim. Ertasiga uyimdagilarga Toshkentdaligim, maqsad va rejalarim haqida aytdim. Dadam va onam ilhaq bo'lgancha omad tiladi. Dadam Avazbek akanglarnikiga bor, aytib qo'yaman dedi. Avazbek bu inson ammamning o'g'li. Unga qilgan yaxshiliklari uchun tuzukroq rahmat aytmaganimni bilaman. Eng qiyin va og'ir kunlarimda yordam qilgan edi. Uyidan joy berdi, qozonidan ovqat berdi, yo'l kiramga pul berdi. Hech qachon yaxshiliklarini esimdan chiqarmayman deb yuribman. Tayyorlovga qatnay boshladim. 3 ta davlat granti, shuning bittasi bo'laman degan ahdim va shahdim bor. Ahdim Avazbek akamga ancha qimmatga tushgan. Mening ham farzandlariga nafim tegar, o'ldimmi deb o'zimni oqlayman. Har qalay oqlashga so'z bor. Qishloqdoshim Qodirjon aka bilan kvartirada yashardim. Menda pul bo'lmagan vaqti juda ko'p. Doim Qodirjon akam bergan. O'sha vaqtda bersa beribdi, nima bo'libdi deb ham o'ylaganman. Xuddi mening o'qishim unga kerakdek. Tayyorlovga borardim, yo'lkiraga pulim qolmagan kunlar bo'lgan. Ertaroq chiqardim-da piyoda yurardim. Toshkentning eng yaxshi o'quv markazi Navoiy deb atalardi.
Xalqlar do'stligi san'at saroyining ro'parasida yozuvchilar uyushmasining binosi bo'lardi. Yonida bank, undan keyin kichikroq kafe, undan keyin xonadonlar. Tasmadek o'taveradi. Shu yo'lda joylashgan Respublika Barkamol avlod markazining ichida edi Navoiy o'quv markazi. Hozir o'rnida Toshkent City majmuasi bunyod etilgan. O'quv markaziga oyma-oy pul to'lashga o'ylana boshladim. Hech bir yo'lim qolmagandi. Oxirgi tavakkal. Markaz boshlig'i Bahrom akaga ahvolimni tushuntirib iltimos qildim. Onam hech qayerda ishlamasligini aytdim. Tushundilar. Har kuni saharlab markazga kelib 3 ta xonaning polini artar va tozalar edim. O'quvchilar va meni taniganlardan hijolat bo'lmaslik uchun azonda kelardim-da xonalarni tozalardim. Shu ishim evaziga markazga kam pul to'lardim. Baribir pul yetkaza olmadim. O'qishimdan tashqi vaqtda qilsa bo'ladigan ish axtardim. Eng yaxshisi bozor. Hech vaqt chegaralanmagan. Nega kelmading deb birov bo'shatib yormaydi. Shunday qilib shanba, yakshanba kuni bozorda tovuq go'shti sota boshladim. Qish keldi. Kun issiqligida bu ishning qiyin tomoni bilinmagan ekan. Qo'llarim muzlab qolaverdi. Nima bo'lsa ham ishlash kerak edi-da. Ammo o'qishda yuklamam ham bor. Bozorga ham kitob, daftar, ruchkam bilan borardim. Uydan pul olmadim. Ahvolni yaxshi bilaman-ku. Onamni 1 yil ko'rmadim. Qishloqni 1 yil ko'rmadim. Uyimizni sog'inib yig'lab olardim. Kelgan odamlardan uyaldim. Biror ishni qotirmagan bo'lsam. Ba'zan onam bilan telefonda gaplashib, sog'inganimdan uzundan uzoq yig'lardim. Onam ham yig'lardi. Qodir akam shunaqa lahzalarda doim menga dalda berdi, tasalli berdi. Bir qo'limda kitob, bir qo'limda tovuq bilan avgustdan avgustgacha bo'lgan vaqtni o'tkazdim. Saharlari xonalarni artib, tozalar, farroshlik qilayotganimni birov ko'rmasin deb doim juda vaqtli uyg'onardim. Tengdoshlarim 8 gacha uxlashlarini bildirsa havas qilardim. Kunlarimni shunday o'tkazdim. Yana yoz, yana imtihon mahali. Yana 7 odamga 3 ta joy. Imtihon kuni ham tayin bo'ldi. Kino, televideniya va radio san'ati fakultetiga aytganimday hujjat topshirdim. 3 ta davlat granti bu yil ham. Imtihonga bu safar dadam bilan bordim. Bir kun oldin institutimiz yaqinida kvartira topib joylashdik. Tonggacha kiprik qoqib uxlay olmadim. Qanday uyqu keladi axir? Imtihon o'tdi. 20-avgust ham nihoyat keldi. Bu o'tgan vaqtdagi kechinmalarimni bir chetga surib qo'ydim. Aslida esa ko'rgan kechirganlarim katta kitob bo'lgulik. Tuni bilan o'qib, ertalab pol artishga shoshganlarim, bolalar bilmasin deb hadiksiraganlarim, pulim tugab qolishidan qo'rqqanlarim, tovuq go'shti sotganlarim, qo'llarim muzlaganlari, yig'laganlarim, ukamni ko'rgim kelganlari, alamlarim, qiynalganlarim. Tuflimning tagi teshilib qolgandi. Yangi olishga pulim yo'q. Nima qilishni bilmaganim. Osmonga qarab, ishqilib kunduzi yomg'ir yog'masin deb so'raganlarim. Suvga g'arq bo'lgan ho'l paypog'im bilan darsxonada jim o'tirganlarim, sabr qilganlarim. Unutilmasa kerak, unuta olmasam kerak. U kunlar menga saboq. Hayotning sabrli bo'lish haqidagi eng go'zal darslarni boshimdan o'tkazdim. Og'ir kunlar o'tib bo'ldi. Dardli, tashvishli paytlar bo'ldi. Sog'inch bo'ldi, alam bo'ldi. Birov eshitmasin deb og'zimni yopib baqirgan uyqusiz tunlar, g'am bilan kutib olingan tonglar bo'ldi. Kulib yig'laganlarim, yig'lab kulganlarim bo'ldi. Ammo orzu va maqsadimdan voz kechmadim. Alamlarimdan kitob o'qib chalg'idim. Alamimni kitoblardan olardim. Kitoblarni quchoqlab uxladim. Kitoblarni quchoqlab uyg'ondim. Tuni bilan chiroq yorug'iga ko'zlarim qizarib shishib ketdi.
Menda faqat va faqat yagona maqsad bor edi. Men birinchi o'rinda o'qishga kiraman. Dilimda ham, tilimda ham, xayolimda, tushimda ham shu so'z edi. Shu maqsad edi. Imtihon natijalari e'lon qilinadigan kun. Ertalabdan onam telefon qildi. Ovozida hadik bor. Qishlog'imizda o'qishga kirganlarni sanab ketdi. Kiribsanmi? Dedi sekingina. Men borib ko'rishimni, javobini bilib telefon qilishimni aytdim. Natijalar javobi ilingan qog'oz ro'parasidaman. Ko'zimni yumib olganman. Biroz jim turdim, ko'rishni boshladim. Botinolmaganimdan yiqilganlarning ro'yxatidan boshladim. Yiqilganlarni ko'rdim, yo'qman. Shartnoma asosida kirganlarni ko'rdim, yo'qman. Hayajonlar qurshovida qoldim. Davlat granti asosida 3 ta talabgor. 3-o'rinni ko'rdim. Ismatullayeva Mubina. 2-o'rinni ko'rdim. Bozor va Muharram. 1-o'rin. Qanday aytishni ham bilmayman. Qanday tushuntirishni ham bilmayman. Men 1-o'rinda o'qishga kirgandim. Ro'yxatning 1-o'rnida Xatamov Sohibjon ismi turardi. Men maqsadimga erishdim. Onamga tutilib, to'xtab, yig'lab zo'rg'a aytib oldim. 1 yilsiz qishloq, 1 yilsiz dadamni, onamni ko'rmaganim, 1 yil ukamni bag'rimga bosmaganim. Pol artaman deb kasal bo'lganim, o'qish mahali yeyman deb tuni bilan ovqat qilib olishlarim, sovqotgan oyoqlarim, qizargan ko'zlarim, onamning 1 yilgi qo'rquv va hayajonlari, hammasiga rozi bo'ldim. Men 1-o'rinda o'qishga kirdim. 1 yil qiynaldim va xuddi shuncha, balki mendan 1000 hissa ortiq onam ham qiynalgan.